Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? 2023-yili mana shu uyda qilib bergandik. Bu sizni kamera gram alashib mana shu hozirgi uylari qilib berganmiz. Uyda egalari bu kishi. Bir qog'oz bir narsa devori odamlarga. Assalomu alaykum hamqishloqlar, hamyurtlar. Bu ustalarga ming rahmat. Mana shuni qilib berganlarga hali 1 santimetr yo tushgani yo'q, yo uchgani yo'q. Xizmatlari katta bo'lgan. Men ming marta roziman bergan pulimga. Sizlar ham men tavsiya qilaman, shulardan qilishinglarni. Toqat qilar ekan, haqiqatan narxiga arzir ekanda bu. Rahmat, kam bo'lmoqchi bu. Ming rahmat, shunaqalar rahmat. Mana shunaqa gaplar. Hozir men uyni bir choq ko'rsatib o'tib ketaman. Kimda o'zi bu? Mana shu uy. 2023da qilganmiz. Hovli ichkari polni qancha chiquvdi? O'zi bu bir 300 kvadrat chiquvdi. 300 kvadrat chiqqan. Tashqarilar bilan. Mana shunaqa hozir. Mana bu garaj qismimiz mana. Juda ham shinam, juda ham ko'rkam uy. Juda ham bir did bilan qurilgan uy, juda ham ajoyib. Hovlilari ham, mana bu xonalari ham. Mana bu rakvina. Rakvina o'ta dahshat. Hamma narsasi o'ziga yarashgan. Endi ko'chaga chiqamiz. Mana bu ko'cha qismi. Bu tarafga ham mana shunday ketgan. Biz ko'proq sokol qismidan qo'rqamiz. Mana yuvsa ketadigan holatda. Biz sokol qismidan doim xavotirlanib turamiz, chunki sokol muammoli joy uyda. Xudoga shukr, mana yaxshi zo'r turibdi. Qadrdonlar, mana shunaqa gaplar. Agar har yil bizni siz uyingizda mehmon bo'lib turishimizni xohlasangiz, bizni materiallardan olib foydalaning. Xudo xolasa yilda bir marta shunaqa yo'qlab turamiz. Rahmat hammanglarga, bayraminglar, ayyominglar muborak bo'lsin.